Tog'a filmidagi bolakay esingizdami? Siz ham qo'chqoringizni orqasiga garmdori tiqqaningizda, sizni ham qo'chqoringiz zo'r bo'lib ketardi. Originalni ko'rsataman. Tada! Abbos Nig'manov. Abbosjon qalaysiz? Charchamayapsizmi? To'msiz. Abbos, Tog'a filmida rol o'ynaganingizda necha yoshda edingiz? 9 yoshda edim aka. 9 yoshda. Va hozir necha yoshdasiz? Necha yil bo'ldi? 21 yoshdaman. 21 yoshda. Umuman filmga borib qolishingiz qanday bo'lgan? Men o'zi tomosha bolalar teatr ansamblida o'qirdim. Bizani bayram kuni kastingga Muzaffar aka degan inson tanlab olib ketganlar. Shu kastingdan o'tib keyin o'ynaganmiz rol. Qiyin bo'lmaganmi? Yo'q, endi bizda tomosha guruhida asosan aktyorskiy mahorat o'rgatilardi, shuning uchun unaqa qiyinchilik tug'dirmagan. Xo'p, keyinchalik nimaga boshqa kinolarda rol o'ynamadingiz? Keyinchalik aka o'zimning asosiy soham bu skripka yo'nalishi, o'zimning yo'nalishimda keta qoldim endi. Ha, demak hozir musiqachisiz, skripka chalasiz. Shunaqa. Jumash tog'a! Jumash tog'a, ochayini! Jumash tog'a! Buncha baqirmasang, axir sen yaxshi bo'layding-ku. Siz esa yomonsiz bildingizmi? Chaqiring Jumash tog'amni. Tog'ada ovoz o'zingiznikimi? O'zimniki. O'zingiz ovoz bergansiz. Ana shunaqa Abbos Nig'manov aziz do'stlar, kommentariyalarda fikrlaringizni yozib yuboringlar. Menimcha yana kinolarga qaytsa bu yigit ishonchim komil talantli aktyor. Xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bu bola ulg'aydi, qadrli do'stlar, ulg'aydi. Originalni ko'rsataman. Tadam! Assalomu alaykum. Bunyod Rahmatullayev. Qarang qanday ulg'aydi bu yigit. Ko'chada qolib ketdik. Bizni nega tashlab ketdinglar? Endi aytganlaringizni qilamiz. Birinchi film Yig'lamagin. Albatta. Necha yosh bo'lgansiz? 9 yosh. 2009-yilda suratga olingan. 9 yosh. Va bitta kichkina sirni aytamiz. Yig'lamaginda kastingdan siz emas, yana bir ajoyib xonanda yigitimiz Izzat Shukurov o'tgan ekan. Shunaqa. Birinchi kastingda Izzat Shukurov yutganlar va keyinchalik ustozimiz marhum Shuhrat Abbosov qaytadan kastingda meni tasdiqlab olganlar. Nimaga tasdiqlaganlarini ham ayting. Nega Izzat Shukurovga bu rolni nasib qilmagan? Izzat akam endi Shuhrat aka Abbosovni, ya'ni aytishlari bo'yicha Izzat akamni o'sha ko'zlaridagi sho'xlik, shodonlik bu obrazda boshqacha bir aktyorni talqin qilardi. Shuning uchun Bunyodni ko'zidagi ma'yuslik bor, Bunyodni yana bir marta proba qilib ko'raylik degan bir fikrni oldiga surganlar. Boshqa qolmadi. Yo'q. Borlaring, ketlaring. Rahmat demoqchi edik, xola. Hoy bola. Bittaga kim to'yadi? Va endi ko'pchilik muxlislaringizga qiziq savol. Bugun nima bilan bandsiz, nega rol o'ynamayapsiz? Bugun ko'pchiligiga ma'lum logistika sohasida ishlab kelyapmiz. Kinodan ketganimiz yo'q. Inshaalloh yaxshi obrazlar bo'lsa, yana kinoda rol ijro etamiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Hoshimjon bilan intervyu. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bu multfilmni bolaligida ko'rganlar hozir taxminan necha yoshdasiz? Tayyorlanmagan darslar mamlakati. Kimlar ovoz bergan? Ko'rib chiqamiz. Demak, bolakay. 5A sinf o'quvchisi Perestokin, Vityaning kundalik daftari. Bu Zulxumor Mo'minovaning ovozi. Davom etamiz. Radio priyomnik. Yaxshi bola irodali bo'lishi, qiyinchilikdan qo'rqmasligi, u bilan kurashish kerak. Bu Sobirjon Rahimjonov aytgancha, ba'zi bir darsliklarga va multfilm davomidagi ko'p qahramonlarga, mushukka ham Sobirjon Rahimjonov ovoz berganlar. Bu ish yoqmas Perestokin, oq ayiqlar janubda yashaydi deydi-ya. Viktor Perestokin, g'irt savodsizliging ma'lum bo'ldi. Pishgan ekan. Lekin ayiq bor. U juda xavfli. Davom etamiz. Bolani qutqarish kerak. Balki uni tayyorlanmagan darslar mamlakatiga yuborarmiz. Bu Shirin Azizovaning ovozi. Shirin Azizova bundan tashqari multfilmdagi sigirga va boshqa bir qator belgilarga ham ovoz bergan. Masalan, allaqanday Perestokin darsda sigirni go'shtxo'r jonivor degan qo'ya olmaydi.
u umrida bir marta bo'lsa ham meni to'g'ri qo'ymagan. Qarang, bolaligimiz qanaqa ma'noli, qanaqa qiziqarli multfilmlar bilan o'tgan. Hozirgi bolalar esa bilmadim qanaqa multfilmlar ko'rishyapti. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Stuart Little. Yashirib nima qildim? Kimga keragi bor? Mendek sichqonni. Men shunday baxtiyormanki, hatto anchagina o'sib qolgandayman. Xayr tutingan ota, xayr tutingan ona. Faqat menga uka olib kelinglar. Aka kerak emas. Do'stim bo'lishini xohlardim. Bu chiqqan emas, men ukam. Voy, Ko'lini ko'chasidan o'rgildim. Yo'qol bu yerdan hech narsa yo'q. Oshirib olmadingmi, birodar? Bilasizlarmi, gap shundaki, Stuart hech qayerga bormaydi. Hechimda ular menga sira yoqmayapti. Men Stuartning onasiman. Nima so'ramoqchi eding? Nahotki shunday bo'lsa, lekin bir narsani yodingda tut. Hech qachon chekinma. Tushundingmi? Meni kechirasizlar. Biz hech kimga boshqa turga mansub bo'lganlarni asrab olishlarini maslahat bermaymiz. Lidllar hammadan kuchli. Bahor qaytmaydi video filmi yodingizdami? Anvar rolini ijro etgan aktyorni eslaysizmi? Ikkovimiz mana shu yerlarda sigir boqardik. Mana shu tol baglaridan, tol shoxlaridan hushtak yasardik. Alimardon o'shanda ham shayton edi. Aynan mana shu aktyorning farzandi Alisher aka Afzalov men bilanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustam Afzalov o'zi sohasi nima bo'lgan? Dadam ma'rif sohasida, o'qituvchilik, pedagog sohasida ishlaganlar. Ularning diplomlari ikkita. Birinchisi teatr rassomchilik institutini, aktyorlik fakultetini bitirganlar, ikkinchisi tarix fakulteti, pedagogika institutini, tarix fakultetini bitirganlar. Va asosiy kasblari o'qituvchi bo'lgan. O'qituvchi bo'lganlar. 30 yildan oshiq 116-o'rta maktabda direktor bo'lib ishlaganlar. Shunaqa narsa bilan hazillashadimi odam? Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Bahor qaytmaydi video filmidagi Anvar obraziga ham Rustamdan boshqasi o'ynolmaydi deb Murabbos akam Lutfulla akam bilan maslahatlashgan holda shu dadamni taklif qilishgan, adamlarni taklif qilishgan bu video filmga. Shundan biri tarix sahifalariga muhrlanib qolganlar shu obrazlar bilan. Ana shunaqa aziz do'stlar, Rustam Afzalov o'ynagan bu rolni oxiratlari obod bo'lsin va Alisher aka sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu rostmi? Muqaddam. Yolg'onding. Yolg'on muqaddam. Yolg'onding. Rost. Meni tinch qo'ying dedim-ku. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Smurflar oilasiga keldim hozir. Voy, dangasa uxlab yotibdi. Dangasa tur o'rningdan. Kim bu? Dangasa tur o'rningdan. Otasi Smurf biroz yana uxlab olay, iltimos. Dangasa turishga harakat qilgin. Turishga harakat qilyapman, lekin uyqum kelyapti-da. Ziqna, sen ham biror narsa degan dangasaga. Hoy dangasa, senga Smurflik keks pishirib qo'ydim. Tur. Hey, tur. Ziqna gapir, yana gapir dangasa. Tursang-chi. Smurf bemari, shirinlik yeysan. Akmal Soipov o'rtoqli serqir ijodkor Smurflar oilasi multserialida dangasaga, o'sha oshpaz Ziqnaga ovoz berganlar. Undan tashqari yana ko'p obrazlari bor. O'tib obuna bo'linglar. Yana yangiliklar ko'p. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Kontraktni ham to'laydigan payti bo'lib qoldi. Hammasini bitta qilib aytishing shartmi? Shuni bo'lib aytsang bo'ladi-yu. Yo'q, sen hammasini bitta qilib aytishing kerak. Ha endi ular cho'kmasak ham bir tomosha qilib kelamiz-da bizlar. Kirish bor joyda chiqish ham bo'laveradi. Sirkashbo'dagi odamlar dunyoga kamdan kam keladi. Joylashib bo'ldilaringmi? Haydang. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzumi? Qattan topaman men senga hozir begona erkakni. Tuzumi? Qanday? Hamma tanish bilish bo'lsa mahallada. Kimga nikohlaymiz unda? Akatamiz nima ketib qoldilar? Hayronman. Xayrlashmay ketishlari mumkin emas. Poyz. Indiga ertalab kelarmish. Qarindoshlaring nimaga bugundan go'rk olyapti bilmayman.
Men qarang, tog'a. Yo, unaqa qilmang, odam yoqtirmang. Mana bunaqa qilib yuvadi. Yo, hop, tog'a. Nima qilib chiqadi? Ular sharmanda qilmang. Sharmanda? Uyalyaptilarmi? Ya, endi odam uyalatdi, men qarang, tog'ajon, men qarang. Chiqaring. Sheringlaring ham bo'lgan, shundaymi? Qanaqa sherik? Do'konlarni birini o'marmoqchi bo'lgansanlar. Nima? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Qizim, adang shorti kiyolmaydilar. Adang shorti kiysalar, Prekrotить! balki toshbaqani tuxumini qaynatilgani-yu, dudlanganini, quritilganini parre qilinganidan yersiz. Gap so'zlaring, ko'zlaring xuddi rahmatli dadangni o'ziya. Umring o'xshamasin. Bizda pochcha socha yo'q. Ko'zmi yo posteni yirtig'imi? Menga qarang. Nima meni kulishlari shunchaki o'ynab o'tiribdi deb o'ylayapsizmi? Dadasi, baribir bizni bolalarimiz boshqachada. Qo'shnini bolalariga o'xshab, dada bizga nima olib keldingiz deb so'rab o'tirishmaydi. Dadajon, yaxshi keldingizmi deyshadi. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'rtoqlar, men hozir sizlarga originalni ko'rsataman. Voy. Uzr. Uch oyog'im bosuyasiz. Meni gapirishga haqqim bormi? Voy. O'zingiz o'rgatib gapirishga haqqim bormi? O'g'il ustiga men-ku axi. Voy. Sijiboti. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Kelganing uchun katta rahmat, jonim. Sog' bo'ling. Omadingni bersin. Sen ham zo'r aktyor bo'larding, bekor artist bo'l. Nimalar deb qo'ydim Baynopa? Sizga hammasi uchun rahmat. Rahmat jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha, O'zbekiston Davlat drama teatrida ustoz bugun ham sahnadalar, shunday ekan, kelib spektakllarni ko'rib ketinglar. Dono Boboxonova. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Boshqa narsa dedingiz. Qanaqa o'dinsan o'zi? Onangni sani. Onamga nima bo'pti? Bir eslab qo'ydim-da. Yo'q, men uyi 5000. Yo'q, shoshmang, narxini oshiryapti deb o'ylamang. 10000. Bo'ldi. Roziman. Bu katta pul menga, boshqa qo'shmang aka, roziman. Ko'rmaysanmi? Shuncha paytdan beri buzilmagan mashina bugun buzilib o'tiribdi. Oldame, har kuni buziladi-yu. Sen jim o'tir, hozir bitta kela qo'yaman. Yuragim ochamanmi? Mumkinmi deganda siz nimani nazarda tutdingiz? Meni darsimni bo'lish mumkinmi yoki asabimga tegish mumkinmi demoqchimisiz? Bukijon o'tni o'ynamang. Nimani o'ynasin? Filni o'ynasin. Bukijon, filni o'ynang, filni. Hamiroq. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Sizga yana bitta zo'r ma'lumot tayyorlab qo'ydim. Kinolardagi mashhur bolalarga ovoz bergan o'zbek aktyorlari. Boshladik. Uchuvchining parvozidagi David. Yo'q, kemani agar men boshqarganimda biz allaqachon uyda bo'lardik. Bu O'zbekiston xalq artisti Muhammad Ali Abduqunduzovning farzandi Sardor Abduqunduzovning ovozi. Sardor aka bir muddat O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida ham faoliyat yuritgan. Hozirda u san'at sohasidan ancha uzoqda. Davom etamiz. Stuart Littlening akasi. Sichqonga o'xshaydi-yu. Sichqonni o'zginasiman. Tushunarli. Men ketdim. Bu Karomat Isomovaning ovozi. Oxirgi paytlarda Karomat opa ham dublyajlarda eshitilmay qolgan. Buni sababini eng qizig'i aktrisaning o'zi ham bilmasligini aytgan edi. Davom etamiz. Abdullajon. Siz hech qachon uchmaysiz. Nega? Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz. Endi bu ma'lumotni menimcha ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, shunday bo'lsa-da aytib o'taman. Bu Zulxumor Mo'minovaning ovozi. Davom etamiz. Kelinlar qo'zg'olonidagi Abbos. Men urushmoqchi bo'lsangiz mayli. Istaganicha urushavering.
Bunga haqqingiz bor. Chunki siz meni jondan aziz bujonimsiz. Ammo Boqa makina oldida urishingiz odatdan emas-ku bujon. Bu dublyaj rejissyor va aktrisasi marhum ijodkor Svetlana Murodxo'jayevaning ovozi. Aytgancha, Svetlana Murodxo'jayeva aynan mana bu obrazga ham ovoz bergan. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar, magazinchi G'aybullah. Siz hammani ishiga aralashavergansiz. Ishbilarmon kishilardagi apachi bolacha. Sekinroq, birodar. Oqtanlilarni ayg'oqchisi kelayotganga o'xshaydi. Shuhrat Shayxov talaba bo'lgunigacha dublyajlarda ishtirok etgan, keyinchalik tibbiyot oliygohini tamomlab, yaxshi bir shifokor bo'lgan. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'zbekiston televideniyasi ovozlari kimlar bilasizmi? Originallarni ko'rsataman. Zo'r TVda tomosha qiling. Turk kino ijodkorlaridan o'tkir syujetli serial Sevgi iztirobi bugun 21:00 da Zo'r TVda. Koreys kino ijodkorlari suratga olgan yangi serial premyerasi Dengiz hukmdori bugun soat 18:00 da tomosha qilamiz. UzReport TV taqdim etadi. Bizda yangi interaktiv loyiha Mahallani yayov kezganda har chorshanba va shanba kunlari jonli efirda tomosha qiling. Har shanba soat 21:20 da Bollywood Battle sizning eng sevimli oilaviy telekanalingizda. O'zbekiston telekanali namoyish etadi. Biz borliqni bor ranglarda ko'rsatamiz, ko'ramiz. Mening yurtim telekanalida bahoriy premyera. Alisher Uzoqov ilk bor milliy serialda. O'tmishdagi sir kelajakka soya solishi mumkinmi? 4-martdan boshlab Mening yurtim telekanalida. Hojar o'tkazib yubormang. Bu videolar ham yil davomida turli vaqtlarda tasvirga olingan. Profilga kirib, yana ovora bo'lmasligingiz uchun hammasini birlashtirdim. Xo'sh, keyingi originali kim bo'lsin? Izohlarda yozib yuboring. E'tibor uchun rahmat. Boyvachchadagi o'sha gaplaringizni, haligi Jahongir Posiljonov mashinangizni urib olgandek gaplarni qanchada yodlagansiz? Ssenariyda shunaqa yozilganmi? Gapir! Hozir bo'g'ib tashlayman. Men senga gapiryapman. Nima meni urmoqchimisan? Ha, undan ko'ra bo'ynimdan ushlab bo'g'ib qo'ya qol. O'chir ovozingni gapirma. Ssenariyda yo'q edi u gaplar. Hammasi improvizatsiya bo'lib kelgan. Ssenariy yo'qmi? Yo'q. Motor degandan la qilib bundoq qarasam bo'ynida katta tros Jahonni. Bo'yningdagi zanjirni qilib tashlayman, sen Tarzanni deb. Bundoq qilib maymun o'rmonda yashashi kerak deb. Bundoq qarasam gapirib ko'zimni qiri bilan shashixona yozilgan. Go'shingni maydalab ana shashixonaga shashi qilib tashlab yuboraman degan. Qo'limdan hamma narsa keladi. Qaroch harakatingni qil. Xarab. Hammasi improvizatsiya ekan, o'rtoqlar. Voy bo'yningdagi zanjirga seni o'zingni bo'g'ib tashlayman. Sen Tarzanni. Voy maymunday o'rmonda yurishing kerak. Maymun. Ana shunaqa zo'r film edi boyvachcha. Zuhur opa, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunaqa. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Siz tanigan ustoz dublyaj aktyorlari boshladik. Bugun to'fon ko'tarildi. Osmonni qora bulutlar egalladi. Keyin kuchli yomg'ir yog'di. Hozir esa bulutlar tarqalib, musaffo osmonda yulduzlar charaqlab turibdi. Hayot ham shunday, birodar. Har qanday qorong'ulikdan keyin yorug'lik bor. Iskorom aka, bilasizmi, men katta bo'lsam, qirol bo'laman. Bugun dadam qirolligimizni butun chegarasini ko'rsatdi. Iskorom aka aytingchi, men qirol bo'lsam, siz kim bo'lasiz? Stop mashina! Roki! Chiko! Bugun shu orolda qolamiz. Kemani qirg'oqqa boylang. Quvnoq deydi paraxodi, ertaga yurishni davom ettiradi. Bugun shaharga bordim. Kutubxonadan yangi kitob oldim. Bilasizmi dadajon? Menimcha shahardagilar bilan chiqisha olmasam kerak. Chunki ularning dunyoqarashi boshqacha. Originalni ko'rsataman. Daydi to'tining qaytishi. Men esa hamma narsa jonimga tegdi. Qani endi men ham oddiy insonlar davrasida, mehnatkash yigitlar orasida javlon urib mehnat qilsam. Rus dalasi, bepoyon dala, oy nur sochar, qor yog'ar qara. Esmeralda uchun xavf yo'q. U hamma qizlarning ko'zlari
barmoqlarida deb o'ylaydi. Shuning uchun quyosh charaqlaganda ham, yulduzlar chiroy otib turganda ham bir xil bemalol yuraveradi. Mening ismim Maximus Decius Meridi. Shimoliy armiya qo'mondoni. Ispaniya legionlari generali. Asl imperator Mark Aureliyaning sodiq quliman. To'g'ri. Meni tanishlarim ham, do'stlarim ham bor. Biroq hammasini ham bola chaqasi rozg'or tanishlari bor. Men bo'lsam o'zim kamerga chiqarib. Bu videolarni men yil davomida turli vaqtlarda tasvirga olganman va jamlab sizga yana taqdim etdim. Ana endi sizga savol. Qaysi ustoz ijodkorning oldiga borishimni istaysiz? Originalni ko'rsataman. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'zidan ko'ra ovozi mashhur bo'lgan ikkita bloger. Tayyormisiz? Originallarini ko'rsataman. Sen kuchsizsan. Cho'ntagingda bir so'm puling yo'q. Senda o'rtoqlaring kabi mashina ham yo'q. Menga aytchi, qanaqa mashina olmoqchisan? Bu ahvolingga valasab ham ola olmaysan. Bironta kachoq bola qizingni qo'lidan ushlasa nima qila olasan? Hech narsa, chunki sen nimjonsan. Basharangni oynada ko'rganmisan? Turishingga qara. Qanday qilib sendaqalarning yer ko'tarib yuribdi? Bu jonli dublyaj originalini yaxshi ko'radiganlar uchun. Bu ovoz asli samarqandlik bo'lgan Aslbekka tegishli. Agarda seni ishlaging kelsa, shoshilma. Birpas o'tagin chuqur nafas ol. Ishlaging kelgani o'tib ketadi. Azik bu ismlari aziz va ko'pchilik sizni Buxorodan deb o'ylar ekan. Toshkentda tug'ilib o'sganman, lekin kelib chiqishimiz shu Navoiy viloyat Qiziltepa tumanidan. Bu yigitlardan har xil vaqtlarda men intervyu olganman va ikkalovini siz uchun birlashtirdim. Profilga kirib ovora bo'lmasligingiz uchun. Va yana kimlarning originalini ko'rmoqchisiz? Yozib yuboring. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Oradan yillar o'tdi va bu yigit ulg'aydi. Inson dunyoda 3 ta narsani sevish kerak. Vatanni, ota-onani. Vatanimiz qayer? O'zbekiston. Originalni ko'rsataman. Tadam! Ahrojon Odilov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yana daydiganimi? Darsga? Kanikulda darsga bola bor. Amakamnikiga ingliz tili o'qituvchisi kelibdi. O'shani darsiga. Ahrorjon, kelgindi kuyovda necha yosh edingiz? Kelgindi kuyov aka eslatib shu 8-9 yosh oralig'ida edim. 8-9 yosh. Kasino o'tganmisiz? Kinoga taklif qilinish qanday bo'lgan? Kasinoda umuman o'tmaganman. O'sha Rustam aka Sadiyev, rejissyor, meni maktabda ko'rib qolganlar. Keyin qarasalar, men shovqin yugurib yuribman o'tdan bu yoqqa. Oting nima deganlar? Ahror desam, onangning nomerini ber deganlar. Men nima onamning nomerlarini berishim kerak? Adamning nomerlarini beraman desam, bo'pti, adang nomerini berin dedim. Adam nomerlarini olib, adam bilan aloqaga chiqib, bolangiz shunaqa sal shustroq ekan, davay kinoga olaylik deb. Sen nima bilasan? Men qushni bilaman, qushlarni bilaman. Qani? Farruh akani ham sog'inaman, Lola opani ham sog'inaman. Farruh aka rosa поддержка qilganlar, o'shanda ham qorning ochma Ahror, nima qilamiz? Yur, bu narsa yeysanmi deb rosa mehmon qilardilar. O'shanga shunaqa. Ahrorjon, nimaga kinolarda ko'rinmay qoldingiz? Hozir qaysi kinoda chiqaykin deb o'ylab yuribman. Kino ko'payib ketdi hozir. Yo, Xudo xolasa yaxshi takliflar bo'lsa, saralab inshaalloh biz tayyormiz, chiqamiz. Alisher Navoiy. Ulg'ayib qolganini qarang bu bola. Qarib qoldi biz ham aka. Ya, unaqa deng. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Original. Zo'r mavzu topdim. Buratinoning sarguzashtlari filmida rol o'ynagan bolakaylarning taqdiri qanday bo'ldi? Ular bugun qanday ko'rinishda? Originallarini ko'ramiz. Ko'rib chiqsam bo'lmaydimi? Ko'z tashlaymani, maktabga chopaman. Buratino Dmitriy Iosifov. Buratino ulg'aygach VGIKka o'qishga kirdi va hayotini kino bilan bog'ladi. U bir nechta filmlarda rol o'ynadi va bir nechta kinokartinalarga rejissyorlik qildi. Bugun Dmitriy Iosifov 60 yoshda. Buratinoni o'ynaganda esa u bor yo'g'i 10 yoshli bolakay edi. Aytingchi, sizga kim tarbiya beradi o'zi? Malvina Tatyana Protsenko.
Tatyana Protsenkov GIKni tamomlagan bo'lsa-da, faoliyatini aktrisalikda davom ettirmadi. U jurnalist, muharrir bo'ldi. Bir nechta she'rlar yozib, shoira sifatida nom taratdi. Afsuski, 53 yoshida vafot etdi. Aytgancha, Malvina o'shanda bor yo'g'i 7 yoshli qizaloq edi. Meni ismim Piero. Piero, Roman Stolkerts. Roman Stolkerts ham Buratinodagi rolidan keyin umuman kinoda ko'rinmadi va ota-onasi singari shifokor bo'lishni tanladi. Bugun Piero 60 yoshda. Anglaganingizdek o'shanda u 10 yoshli bolakay edi. Surgidor ichirish kerak unga. Artimon, Thomas Augustinus. Thomas Augustinus ham aktyor bo'lishni istamadi. U ota-onasi bilan Kanadaga ko'chib ketdi va u yerda biznes maktabini tamomladi. Keyinchalik o'zining bir qator biznes loyihalarini amaliyotga joriy qildi. Aytgancha, Thomas Augustinus bugungi kunda 58 yoshda. O'shanda u 8 yashar bolakay edi. Qaqallig'ing ismi nima edi? Arlikino, Grigoriy Svetlarusov. Eng qizig'i, mana shu inson haqida na Wikipediyada, na Google'da bir tayinli ma'lumot yo'q. Na uning suratlari, na intervyularini, na videolarini topa olmaysiz. Shu nomli boshqa ijodkorlarning videolari, suratlari chiqadi, ammo Arlikinoni o'ynagan insonning ma'lumotlari deyarli yo'q. Ba'zi bir manbalarda u ulg'aygandan keyin harbiy josus bo'lib faoliyat olib bordi. Shu sababdan u haqida hech qayerda ma'lumot yo'q deb yozishyapti. Men aniq ma'lumotga ega emasman. Men bir narsani aytmoqchiman. Siz Shohlife bilan qancha bolalikka qaytsangiz va xursand bo'lib izoh yozsangiz, men shuncha ilhom olaman. Sizdan ko'p narsani o'rganaman. Shunday ekan, biroz izoh yozishga vaqtingizni ayamang. Menga yana fikrlar, g'oyalar bering. Originalni ko'rsataman. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Odam ajratishni bilmas ekansan-u, ularni basharalariga bir qara. G'irt tushgan jinoyatchilar to'dasini o'zi-ku bular. Shu turishda Tugarindan ham xavfliroq. Oltinni olishadi-yu, juftlikni rostlashadi. Mana ko'rasan, ishonaver. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.